Liderli Cobalt yana bitta ko'paytirib qo'ydik. O'zbekistonda Elshot. Polni navorot qolmizda Cobaltlarni, bu yoqlarni bitta ko'rsatib chiqing. Nima o'zgarish sezdingiz? Men birinchi ko'rgan narsam oldidagi lopa. Bu nima bu? Tonirovkami Bu sonzashda Go standartdan o'tadigan qora tenkaliga. Bemalol. Cobalt turadigan bolalar vobshe boshqacha turibdi mana bu lop. Ichlarini bitta ko'ring, oching eshikdan. Chexolli fasoni nimaga o'xshayapti? Qaysi Bu mashina? BMW XM o'sha yangi variantini eslatyapti, juda ham chiroyli chiqibdi. Mana rul, mana bar, mana monitor Androidlar bilan vobshe cho'kib. Patologini ko'rdingizmi? Inomarkaga o'xshab qoraytirib qo'yganmiz. Qora patolog mashinani oynalarini shu tashqaridan qaraganda beton qilib turibdi. Juda zo'r chiqibdi. Bu akamiz Buxorodan ekanlar, to'y qasham bor ekan, ketanli ikkinchi etapda eshik plisovka va panorama обязательно qilinadi. Nima mashina panoramasini qo'yamizmi? Hozirgi nima deysiz? Menimcha Malibu Premier panoramasi bunga zo'r Zo'r tushadi. Xizmatlar bo'yicha kevrasizlar, Cobaltchilarga bu videoni shunday jo'natib qo'yasizlar.